Toshkent shahar Yunusobod rayonimizda shahar ichida kommunikatsiyasi hamma narsasi bor uchastkani sizga taklif qilmoqchiman. 2.6 sotuvga qurilgan bizda Yevro high-tech uchastkamizda mebel texnikali uchastkamizda полноценный podvollari ham mavjud. Egalari 265 ming dollarda so'rashyapti. Sunnatli kelishiladigan joylari bor. Orientir Chemkinskiy trakt BYD avtosaloniga yetmasdan chap taraf mahallaga kiradigan ko'chamizda. Xo'p, birgalikda ichkarini ko'ramiz. Marhamat. Asosiy darvozadan kirganimizda bizda kattagina hovlimiz mavjud. O'ng tarafimizda esa bizda yozgi oshxona. Ovqatlanish uchun tayyorlab shu yerda o'tirib ovqatlansanglar ham bo'ladi. Bemalol ikkita mashinani olib kirsangiz bo'ladi. Yashil hududlari bor. Xo'p, mana shu imoratimizda bizda 7 ta xona va 4 ta sanuzyoldan iborat. Mebel texnika videoda nima ko'rgan bo'lsangiz hamma narsa qoladi. Yaxshi uy, yaxshi joydan, yaxshi narxga uy olmoqchimisiz? Bu joyni sizga tavsiya qilaman. Siz kelib ko'rsangiz, albatta sizga yoqadi. Birgalikda ichkarini ham ko'ramiz. Uy ichiga kiradigan bo'lsa, bizda katta prikoshka va chap tarafimiz har doimda bizda hovlimiz bo'ladi. Shu hovlimizda bu yo'lga mehki mebellarni o'rnattirib, kaminimiz bor, televizorlarimiz tayyor. Bitta televizor, konditsioner o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Domofonimizda birinchi etajdan videonablideniye va ikkinchi etajdan boshqatsangiz bo'ladi. Keling, o'ng tarafga kiradigan bo'lsa, bizda har doim ayollar eng yaxshi ko'rgan oshxonamiz bo'ladi. Mebellarning ranglari ham juda ham chiroyli, interyerga mos tanlanib qo'yilgan. Mikrovolnovka, televizor, холодильник, kir mashina yuvadigan, posуда moyishi mashinalari hamma narsalari qoladigan. Keling, chap tarafdan boshlaydigan bo'lsa, bizda sanuzyol. Общий sanuzyolimiz birinchi etajda joylashgan va bu yoq to'g'riga kiradigan bo'lsa, bizda detigimiz bo'ladi. Rangli, svetli, yorug' remont sifatlari juda ham yaxshi qilingan. Keling, bu yog'imizda esa bizda zal, mehmon keladigan bo'lsa, mana shu xonaga joylashtirsangiz bo'ladi. 12 talik server, stul, servantlarni qo'ysangiz, jemchug ranglarda juda chiroyli interyerga tushadigan. Xo'p, bu yog'imizdan esa biz podvolga tushamiz va tepaga ikkinchi etajga chiqamiz. Keling, birgalikda pastga tushamiz. To'g'risida kattagina ploshet, bu yog'imizda bizda podvol, bu yoqda домашний kinoteatr yoki bilyardni qo'yib, o'zingiz uchun zona komfortda qilib foydalanaverasiz. Xo'p, keling, bu tarafimizda bizda kladovka va bu tarafimizda esa bizda shu imoratimizning yuragi bo'ladi, kotelning shu yerda joylashgan. Keling, ikkinchi etajni ko'ramiz. Ikkinchi etajga chiqadigan bo'lsa, bizda kattagina prikoshkamiz mavjud. Keling, bu tarafda bizda birinchi xonamiz. Endi egalari o'zi uchun zona komfortda ofis qilib foydalanishadi. O'z uchun как spalniya qilib foydalansangiz bo'ladi. Keling, bu tarafimizda esa bizda spalniyamiz bo'ladi. Bu xonamizda spalniyamiz anchagina kattaroq va bu spalniyaning o'zida ham sanuzyollar mavjud. Keling, davom etamiz. Shu prikoshkaning o'zida o'rtak sanuzyollarimiz ham mavjud. Va ikkita spalniyamiz qoldi. O'ng tarafimizda birinchisi, chap tarafimizda ikkinchi spalniyamiz. Tepada 4 ta spalniya, 2 ta sanuzyol bor. Va to'g'riga yuradigan bo'lsa, bizda kichkinagina balkoncha, terrasa, hovliga qarab turadigan tarafimizda bor. Shahar ichi kommunikatsiya hamma narsasi bor. 2.6 sotuga shu chiroylikina uchastkamizda qurilgan. Kelib ko'rsangiz albatta sizga yoqadi. Narxi juda ham yaxshi, yumshoq, 265 ming dollarda kelishiladigan joylari bor. Telefon raqamlarini opsiyada qoldiraman, aloqaga chiqib ko'rasiz.